Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Sizlarning havolangizga Muvozanat roman Ulug'bek Hamdam qayta to'ldirilgan 6-nashri. Tavba. Odamlar bir-birlari bilan urushib yurishsa, men doim o'zim bilan o'zim jang qilaman. Boshqalar bilan olishishga menda na fursat bor, na rag'bat bor. E'tiboringizga havola etilayotgan kitob qahramoni Yusufni hamisha mana shunday chigalliklar qarshisida uchratasiz. U hamisha yashashdan ma'no axtarar ekan, qalbidagi bezovtalikdan xalos bo'la olmaydi. Bu bezovtalik birda moddiyat, birda ma'naviy yetishmovchilik bilan bog'liq bo'lgani holda uni tinimsiz qarshiliklar, o'z-o'zidan qoniqmaslik, qalban hamisha o'zini yolg'iz his qilish kabilarda namoyon bo'ladi. Ammo uning qalbida qat'iyat va ishonch bor. Boshiga tushgan ming bir azoblar, jigarbandining vafoti, oilasining tanazzuliga qaramay u boshqa yo'lni tanlolmaydi, boshqacha yasholmaydi. Bir qarashda qalbi uyg'oq bu qahramonning iztiroblariga sherik bo'lgingiz. Uning o'rniga o'zingizni qo'yib, yashash uchun osonroq, yengilroq yo'lni tanlagingiz keladi. Ammo yaxshisi mutolaadan so'ng mulohazani davom ettiramiz. Aziz kitobxonlar, qo'limdagi ushbu adabiyotni Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markazidan topishingiz mumkin hamda mutolaa etishingizni tavsiya etaman. Judayam qiziqarli adabiyotlarimizdan biri. E'tiboringiz uchun rahmat.